Seni o'ldirib to'xtatmasa, boshqa umuman iloji yo'q. Sanmi? Manimi? Oyi. Bo'ldi. Bu siz olingiz emas. Siz olingiz terapiya bo'limiga ko'chirganmiz. Sen chiqolmisan? Otani dab qila olmading. Endi kampiram tirik qoldimi? Seni qo'lingdan o'zi ish keladimi? O'zingiz 28-palatada dedingiz-ku. Men uni boshqa palataga ko'chirishlarini qattan bilay. Sanoat tekshirgan aqli yetmadimi? Bo'pti. Bitta kam, bitta ko'p. Boshlagan ishing tugatil. Sen shu bitta odamni o'ldirding. Menda kompromatim bor. Putin bo'g'ligi esingdan chiqmasin. Sen isqirt hayvondan ham battar ekansan. Seni o'ldirib to'xtatmasa, boshqa umuman iloji yo'q. Sanmi? Manimi? Duxing yetadimi? Sen mani otamni tortib olding. Yoqtirgan qizimni yo'ldan urding. Yana merosimni ham tortib olmoqchisan. Endi mani galim. Sendan hamma narsani tortib olish. Seni himoyaching, ya'ni mani otam o'lim bilan olishyapti. Onang mani qo'limda. Bu kasalxonada xohlaganimni qilaman. Bu shaharda men xohlaganimni qilaman. Sen mendan qochgani joy topadiysanmi? Qisqasi bitta faylasuf aytgandek. G'amingni ye. Cho'r. Agar hozir tiz cho'kib, shohim, meni kechiring deb oyoqlarimni o'psang agar. Lekin men shoh sen yalang oyog'ini kechirishim mumkin. Agar hozir tiz cho'kib, shohim, meni kechiring deb oyoqlarimni o'psang. Men jiddiy etdim. Oldimda tiz cho'kib, kechirim so'rasang, kechiraman. Senga ertalabgacha vaqt. Shohing o'z saroyida bo'ladi. Sizni qo'lingizdan hammasi keladi, siz kuchlisiz. Qanaqa qilib eting? Qanaqa qilib? U yoqda mani onam, sizniki emas. Men bilmayman qanaqa qilib bu vaziyatdan chiqish kerak. Lekin odam o'ziga ishonish kerak, qo'lini tushirish kerak emas. Men sizga ishonaman. Agar harakat qilmasangiz, bir umr o'zingizni kechira olmaysiz. Onangiz sizga ishonadilar. Gapingiz to'g'ri. Siz menga ishonasiz. Onam menga ishonadilar. Men hammasini uddalayman. Vaziyatdan chiqib ketaman. Ada?